Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun obzorimizda MG ZS avtomobili. Bu MG ZS avtomobili qaysi mashinalar bilan konkurent bo'ladi? Ya'ni bizda hozirda Tracker, Kia Sonet full pozitsiyalariga konkurent bo'lib kirib kelgan avtomobil. Motori 1 litrlik turbina motor, rasxodlari trassaga 4,5 ta, shaharga 7 ta. Объем двигателя 1 litrlik turbina motor. Oldi tortadigan mashina bo'ladi. Diska balonlari 17 lik Michelin balonlar bilan jihozlanyapti. Xo'p. Ichki komfortlarni sizga aytib o'tadigan bo'lsam, xo'p, obshipkalar koja qoplangan, ko'rib turganingizdek, sifatli kojalardan. Deflektorlari ham o'ziga yarasha chiroyli. Neprostoy nimalar olingan. Bu yerdagi obshipkalari ham sarapin bo'lmaydigan plastiklardan qilinib, bu yerlarga koja qoplangan. Качество mashinaga o'tirganingizda сразу почувствовать qilasiz качествоsi. Mana rolga qoplangan kojalari, sidinaning yumshoqligi и kojasi o'zi сразу качествоsi выше уровеньдaligi bilinib turadi. Xo'p, avtomobilimiz lyuk panoramali bo'lib, полностью shtori ham bor, дополнительный quyosh o'tib ketmasligi uchun lyuk panoramali. Tracker razmerlari Trackerda примерно bor, orqa tomoni lekin ancha qulay. O'tirganda ham mana shunaqa tikka o'tirilmaydi. Sal spokойнее sidinasi yotgan holatda bemalol o'tirish mumkin. Joyi ham juda ham katta, qulay. Korobkamiz avtomat korobka, 6 talik, klassический stilda terilgan, juda ham sborkasi, kачествоsi yaxshi. Ya'ni DGR-ga urgan paytimiz, zadniy период urgan paytimiz korobka qaltirab bildirmaydi. Xo'p. 11 sekundda 100 ga chiqadi. 0 dan 100 ga 11 sekundda chiqadi avtomobilimiz. 111 ta ot kuchiga ega. O'zbekiston sharoitida bemalol radiolar отключение bo'laveradi. Avtomobilimiz rus tilida ham bor. Rus tiliga ham bemalol qo'yishingiz mumkin. Angliskiy, rus tili hamma tillarimiz mavjud. Telefon, CarPlay bor, ya'ni Android, iPhone tushadi USB port orqali. Дополнительно siz hamma funksiyani bu yerda monitordan bajarishingiz mumkin. Ya'ni дополнительный knopka mana bu yerda ham bor. Допустим, konteynerga kirish, yana boshqa nimalarni qo'yish uchun. Davom etamiz. Xo'p, podogrev sidinalarda isitgichlari bor. Orqa o'rindiqda yo'q, orqa o'rindiqda faqat klimat kontrol, deflektorlar xizmat qiladi. Faqat oldingi sidinada ikkita isitgichi bor. Xo'p, barimiz ham o'ziga yarasha kattagina. Bu yerda pastakanchi o'yinlarimiz, elektropриводный rushnik, avtohold bor. 360 kameramiz bor bu avtomobilimizda. 360 kameraning yana qulaylik tomonlari, mashina yurib ketayotganda, masalan, chapga yo o'ngga burilayotgan paytingiz поворотник yoqasiz, o'zi avtomatik 360 kamerasi qo'shilib, shu tomonda diskasigacha olib beradi. Допустим, deylik, o'ng qo'lga burilmoqchisiz, yo o'ng qo'l tomonda ariqcha yo qanaqadir bardier bo'lsa, siz o'sha tomonda просто поворотник yoqasiz, siz bilishingiz mumkin qanchalik rasdan yaqin kelib parkovka qiladiganingizni. 360 kamerasi juda ham yaxshi. Xo'p, bundan tashqari yana bizda e-start rejimimiz bor. Bu qanday ishlaydi? Ya'ni avtohold bor. Masalan, svetoforda dolga to'xtab qolgan payti tormoz bosib, to'xtaganingizda tormozni qo'yib yuborsangiz, avtohold ushlab turadi. Дополнительно bizda yana e-start rejimi bor. Yana tormoz bosib ushlab tursangiz, motor o'chib turadi. Turganingizga rasxod qilmay turadi. Yana qo'yib yuborasiz, avtozavod bo'ladi. Yana start gaz bosasiz, yurib ketaverasiz. Degariga olib, o'chirib turish shart emas, mashina o'zi o'chib turadi. При этом konditsioner ishlab turadi. Chunki bunga VART akkumulyator qo'yilyapti hozir, 71 lik akkumulyator объемi katta. Xo'sh. Patoloklarimiz mana stilni qilingan, hammasi mana yarmidan buyog'i qora, tepasi oq bo'lib, hammasi chiroyli ko'rinishda. Mana bu dushiga mana masalan video registratorni o'rnataman desangiz ham bu yerda dostуп bo'ladi sizga, kabel bemalol o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, водительский сиденье elektropриводный bo'ladi, oldi направлениyaga siljiydi, oldi orqaga, tepaga pastga и spinasida ham nakloni bor. Passajirskiy mexanika bo'ladi, lekin ikkalasida ham isitgichlari bor, isitadi. Sidinalarimiz, orqa sidinalar isitmaydi, faqat ikkita oldindagi. Xo'sh, elektropриводный rushnik, mashinamiz 11 sekundda 100 ga chiqadi.
maksimalniy skorosti, maksimalniy tezligi 180 kilometrgacha harakatlanadi mashinamiz. Shahar ichiga shahar ichiga 7,2 расход qiladi, trassaga 4,5 ta. 1 litrlik turbina motor. Xo'sh, bokovoylarimiz ham elektropриводni ichkaridan yugurovka qiladi. Bemalol ichkaridan nastroyka qilsangiz bo'ladi.